Videoni o'tkazib olinglar, biznesni zo'r yo'li obunachilarimga bo'lishdi. Meni kuzatib olayotgan obunachilar, Xondan pista Eronniki Al-Akbari sorti. Buni 1 kilosidan 1000 ta, 1020 ta atrofida pista chiqadi. 1 kilosi 150 ming so'mdan sotilyapti. Xomini olib ekasizlar bozordan. Biznesni zo'r yo'lini men sizlarga o'rgatay. 1 yillik Xondan pista 15 ming so'm sotilyapti. Optim narxi Eronniki. Agarda buni payvand qilinsa, undan ham zo'r bo'ladi. Ikkinchi yilga olib kamida 30-40 ming sotasizlar. 15 ming so'mdan bo'lganda 1000 ta Xondan pistangiz 15 million bo'ladi. Agarda 2 kilo ekib qo'ysangiz 30 million. Faqat bu non tuz talab qilmaydi. Biagobiska ekasizlar, bakalashkaga ekyapmiz. Ko'pchilik salafanga ekadi. Bakalashkalar tayin teshib olasizlar. Sababi bakalashkan tayin teshmasalar suv quyganlarni tomon chirtib qutib qo'yishi mumkin. Havo almashtiradi. Bu tayin yumshatib suvni quyib tursalar bo'ldi. 15 ming so'mdan Optim bahosi bo'layapti. Xondan pistalar mana juda ko'p bog'lar mana Xondan pistadan bo'layapti. Hozir qilayotgan paytirasi mana shu aprel oyining 10gacha bozordan olib xomini ekaverdasizlar. Bir kun suvda yutasizlar, keyin namlataga olib qo'yasizlar, quyoshga issiq joyga qo'ysalarni kundan kunga unaveradi. Mana shu qilib ekaverdasizlar, bossangiz 100% o'nadi. Xudo xolasa mana shu narsalarni o'rgatib boramiz. Xondan pistani ham kimga buni ko'chat kerak bo'lsa ko'chatidan bor 88 957 27 nomerdaman. Videoni Xondan pistadan boq qilmoqchi yoki ko'chat qilmoqchi bo'lgan tanishlarga yuborib qo'yasizlar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar kanalni rivoji uchun. Mana shunaqa qilib kunda ekaverdasizlar. Sog' bo'lasizlar do'stlar. Bizni kuzatishda postoyanniy davom etinglar. Farg'onalik bog'bon kanali faqat Xudo xolasa yangi yillarda bo'lishamiz hammaga.